Xitoy Kommunistik Partiyasining 14-navbatlik mamlakatlik xalq qurultayining birinchi yig'inida o'ttirib qo'yilgan yillik xizmat doklatiga qaraganda, Sharq Turkistonning energiya va qazilma boyliqlarining taraqqiyotini kuchaytirishning zarurligini gavdalantirish bilan bir vaqtda rayon boyligini bulantalan qilish muhim nuqta qilingan. Xitoy xalq to'ri bekitining 7-martdagi xabariga qaraganda, Xitoy Kommunistik Partiyasining 14-navbatlik mamlakatlik xalq qurultayida Xitoyning Sharq Turkistondagi neft va tabiiy gaz boyligini chorlash va qazishni kuchaytirish ta'kidlangan. Türkiye'nin Kahramanmaraş'ta yüz bergen yer teröristinin tesiriga uçuran qarindoshlarını qo'llash uchun Uyg'ur ommaviy tashkilotlari Dünya Uyg'ur qurultayining rahbarligida i'oni faoliyat qo'zg'agan edi. Bu faoliyat natijasida Uyg'ur ommaviy tashkilotlari va dunyoning har qaysi joylaridagi shaxslarning ishtirok qilishi bilan jami 1 million turk lirasi i'oni to'plangan. Dünya Uyg'ur qurultayi fondi to'plangan pullarni 2023-yil 10 mart Türkiye afat va jiddiy ahvol boshqarmasi, ya'ni ofatning hisobotiga avatgan. Norvegiya parlamentida 8 mart Dünya Ayollar bayrami kuni Uyg'urlar to'g'risida yana bir qonun taklif loyihasi sunilgan. Ma'lum bo'lishicha, Norvegiya parlamentidagi 4 o'qitish partiyaning 8 nafar parlament a'zosi Norvegiya parlamentiga sungan qonun taklif loyihasida hukumatning maxsus tashqi komitet qurib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni xo'rlashda xalqaro qonunlarga xiloflik qilganligini jazmlashtirishning qonuniy asosini aniqlashni talab qilgan. Shundaqla BDT kishilik huquq oliy komissarining Xinjiang dokladidagi yakunlarni BDT Kishilik huquq kengashi va BDT umumiy qurultayining kun tartibiga elib kelish talab qilingan. Germaniyada siyosiy panohlik bilan turayotgan Uyg'ur yosh Muhammad Qarluq 20 fevral velosiped bilan boshlagan vijdon safarini, ya'ni 950 kilometrlik musofani 20 kunda tamomlab, Germaniyaning Myunxen shahrida oxirlashtirdi. Muhammad Qarluq 20 fevral Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa Germaniya va dunyoning diqqatini tortish uchun velosiped bilan vijdon safarini boshlagan edi va yo'l bo'yi shahar, yezma-yeza Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa munosabatli tashviqot varoqchilarini tarqatib olgan edi. Muhammad Qarluq safardan burun karvon mashinalariga taklif qilib, velosipedga ulash uchun bir kozub yasab chiqqan bo'lib, kozubning har tarafini kishilarning diqqatini qo'zg'aydigan irqiy qirg'inchilikqa munosabatli rasmlar va shuarlar bilan bezigan. Amerika mutaxassislari davlatning 5-avlod kurashchi aeroplanining Xitoy tarafidan ko'chirib taklif qilinganligini o'tirib qo'ydi. Mutaxassislar Fox xabar raqamli shirkati bilan suhbatlashganda Xitoyning Amerikaning 5-avlod kurash aeroplanidan texnika o'g'irlagan deb aybladi. Amerikaning sezgur qurol uchurlarini qo'g'dash uchun texnik ko'p ish qilinmasa, Xitoyning Amerikaga yetishib olganligi o'tirib qo'yildi. Sobiq muavin davlat mudofaa ministri James Andersonning so'zini o'z ichiga olgan xabarlarda Xitoyning josuslik tirishchanlik sababidan normaldan bekroq taraqqiy qilganligi bayon qilingan. Yevropa Ittifoqi davlatlari Italiya va Avstriya Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish jarayonida Bosniya, Hersegovinani har vaqt qo'llaydiganligini ta'kidladi. Italiyaning muavin bosh ministri va tashqi ishlar ministri Antonio Tajani va Avstriya tashqi ishlar ministri Aleksandr Shallenberg poytaxt Sarayevodagi ziyaratining bir qismi sifatida Bosniya Hersegovina tashqi ishlar ministri Elmedin Konakovic bilan birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi.